O'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani? Kim aytadi? Ko'pchilik bir ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bolaga tushdi. Nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan? Bolamizni ehtiyot qiling degan. Sen bu voqeani bilasanmi? Hayratlanib so'radi o'qituvchi. Yo'q. Meni oyim ham o'limi oldidan dadamga shunday degan dedi. O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun chetga burildi. Jannat onalar oyog'i ostida deb bejiz aytilmagan. Ona qabrga kirgunga qadar farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Onajoningiz borida qadrlab duosini oling. Xulosa o'zingizdan.